Sankt-Peterburg shahrida Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tomonlar strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish va O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurilishini boshlash masalasini ham muhokama qilishdi. Jizzax viloyatining Forish tumanida 4-iyun kuni integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi birinchi energiya blogi qurilishining boshlanish marosimi bo'lib o'tdi. Jizzax viloyatidagi AES O'zbekistonga tegishli bo'ladi. Shu bilan birga mamlakat texnologik va moliyaviy jihatdan Rossiyaga qaram bo'lib qolaveradi. Toshkent amalda Moskva bilan uzoq muddatli texnologik aloqa o'rnatmoqda. Jizzax viloyatidagi Rosatom tomonidan barpo etilayotgan atom elektr stansiyasi Rossiya texnologiyalari, yadro yoqilg'isi va muhandislarga uzoq muddatli strategik bog'liqlikni keltirib chiqaradi. Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi Turkiya va Eronda ham atom elektr stansiyalarini qurish bo'yicha yirik loyihalarni amalga oshirmoqda. Turkiyaning Mersin viloyatida qurilayotgan Akuyu AES loyihasi dunyodagi birinchi qur egalik qil ishlat modeli bo'yicha amalga oshirilmoqda. O'zbekiston, Turkiya va Eron Rossiyaning yadro yoqilg'isi, ehtiyot qismlar va mutaxassislar ta'minotiga bog'liq bo'lib qoladi. Ushbu mamlakatlar keyingi 60-80 yil ichida uzoq muddatli texnologik va operatsion jihatdan Rossiyaga qaram bo'lib qolishdi. Asrlar davomida buyuklik va yetakchilikdan so'ng musulmonlar boshqa xalqlarga qaram bo'lib qoldilar. Faqat taqvodor xalifagina islom ummatining parchalangan vujud parchalarini to'plab, uni birlashtiradi. Mustamlakachilarning qo'lini islom yerlaridan kesib tashlaydi. Shunda ummat yana qudratli bo'lib, shonli tarix yaratadi.